Mayliga bitta ko'rsatingchi. Gaz qo'yilmagan holatda mayligi. Bo'ldi, ana. Voy bilan. Hammaga assalomu alaykum. Mana hozir sizlarga yangilikni zo'ri Dravilka mana oktyabr oyiga Sanjar Rizo Dravilkalari aksiya qilishyapti ekan. Xudo xolasa narxlar bomba. Videoni oxirigacha ko'rsalang, hozir narxlarini bittasini narxini aytib qo'ydim. Xonadan necha puldan necha pulgacha, hali keyin o'sha xarakteristikalarni video davomida ko'rishaveradi. Hali videoni cho'zib o'tirmaymiz. Narxni aytib qo'yadi, narxni eshitgandan keyin oxirigacha ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Xo'p, Dravilkamiz narxlari 2 milliondan 3 milliongacha. 2 million so'mdan 3 million so'mgacha. 3 milliongacha. Основной 2 million, 2,5 million, 3 millionlisi ko'pincha nima deydi? Padzakasi-kana. Основной 2 milliondan 2,5 milliongacha ketyapti ekan. Mana narx-navoni ko'ryapsizlar bizdan. Boshqalar videolarini ham ko'rib, solishtirib turib, keyin telefon qilaverasizlar ko'rsatilgan raqamga. 2 million so'mga Dravilka omali 1 yil oldin ham unaqa narxlar yo'q edi. Xudo xolasa nima sabab endi arzonligi? Odamlarning qulayligini o'yladik-da biz endi. Odamlar yengillik shunaqa, ha. Ozroq daromad bo'lsa ham ko'pdan qoladi. Shunaqa. Ozroqdan ko'proq sotish maqsadi. Shunaqa, ha. Odamlar o'ylagan hisobiga. Bo'lmasam bitta yoqib xarakteristikalarini bo'ldi, ko'rsatib beramiz, xudo o'sha xolasa. narx-navolarni ham masalan mana 2 millionlik deb turib bir qator aytib o'tib ketsangiz, Mana tushuntirib berib berilaveradi hammasi. bir qator aytib ketaylik, keyin bitta yoqib ko'rsataveramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Mana mikrofonni sizga beraman, va siz nima qilib tortaverasiz. Bo'ldi. Xo'p, Dravilkamiz asosiy nimalari mana. Xo'p, bunisi qimmat emas. Sabab tunikalari ham qalin, maydalari truba bo'ladi. Mahaviylari ham, pichoqlari ham ko'p qalindan bo'ladi, mahaviylari hammalari. Ishtali bo'ladi, pichoq. Pichog'i 24 talik bo'ladi. Malatka bo'ylari ham mana pichoqdan bo'ladi, aldaqa tunuka bas. Qimmatlari bular. Arzonlari ham bor. Arzonlari ham tunukalari yuqoriroq bo'ladi. Nimasi ozroq bo'ladi? Pichoq ozroq, mahaviy ham yuqoriroq bo'ladi. Bu misol 14 ta nima bo'ladi? Pichoq bo'ladi, malatka bo'ylari tunukadan bo'ladi, listdan bo'ladi. Shu asosiy mahaviysi bunaqa yuqqadan bo'ladi. Lekin bu ham bemalol bu ham, ha, bu anlariga qalin qilayotgan xizmatni ham bu ham qiladi. Bu ham qilaveradi. Ha, bu ham qiladi. Vaqtda masalan sekinroq chiqarish uchun. Shunaqa, ha, shunaqa. Ishlashi bo'larlarga bo'laveradi. Bo'laveradi, tavsiya qilaveradi. 10 tagacha ishlayveradi bemalol. 10 tagacha ishlaydi, xudo xolasa behijolat. Qalinlar, qo'yganlar qilayotgan ishni ham bu ham qiladi, xudo xolasa. Bunisi o'shandan hozirgi qimmat. Bunisi, ha, bu qimmatidan. Mana 20 ta pichoq, malatka bo'ylari ham pichoqdan bo'ladi. Mahaviylari ham qalin. Motorlarimiz qanaqa endi? Motorlarimiz mis, alyumin shunaqa. Kilovat har xil. 3 kilovat 3000 оборотdan 7,5 kilovat 3,5 оборотgacha bo'ladi. 6 xil 7 xil motorlar bor. Alyumin mis shunaqa. Mis bilan alyuminda masalan kilovati bir xil bo'lganda necha pul raznica qiladi? Masalan 3,5 оборот alyumin shuncha, 3,5 оборот. Xo'p, mana 6,5 kilovat 3,5 оборот motorimiz mis 3 million. Xo'p, 6,5 kilovat 3,5 оборот alyumin motorimiz 2 million 700 ming, 2 million 600 ming, 300 ming, 250 mingga farqi bor shunaqa. Zo'rmi? Narxini zo'r aytyapsiz. 2 millionlik deyotganimizga 3 kilovat, 4 kilovatli motorlarimiz mana bular bo'ladi mana. 2 million, 2 million 200 ming shunaqa. Kilovatga qarab narx o'zgaraveradi, tunuka yukasi qalinligiga qarab shunaqa. Bo'lsa nima chiqarib ko'rsatamiz? Bu doimakka o't qashay hammasini quruq qo'yib chiqarib beraveramiz hammasini, xudo xolasa. Chiqaradi. Mardali, qo'langan hammasini chiqaramiz, xudo xolasa. Chiqaramiz. 3 millionlik narsadan qilaveradi. 3 millionlik narsa ham bir xil ish qiladi. Hammasi, xudo xolasa. Chiqarib ko'rsatib berasiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'lsa hozir mana qo'l narsani chiqarib ko'rsatib beramiz, ha? Hozir o'rib kelingan pichan. Tashing. Mayliga bitta ko'rsatingchi. Gaz qo'yilmagan holatda mayligi. Hali setkasi yo'q bunda. Yo'q, setka bo'lsa bundan ham mayli qilib yuboradi. Silos tashabdi-yu. Nima chiqaramiz bundan quruq?
Bo'ldi. Qani? Ko'rsating. Mayligingiz o'ring. Vahshiy madala bor. Bugun qo'yib oqili. Qo'ylar ham esa bo'laveradi. Bemalol. Endi nima chiqaramiz? Ham o'rma qilib chiqarib ko'rishingiz bo'ladi. Bug'doy yorib. Bo'ladi, o'chiringchi. Ana olib keling-chi, bitta ko'rsating-chi. Salqinga olib kelavering. Mana o'taman, ey. Mana, yorma holatda esa. Berilaveradi. Mol, qo'y, yirik va mayda xushaqli hayvonlar ketaveradi. Biz mardali makamizdan chiqarib ko'raylikmi? Bo'ldi. Ketaveradi bu mardagi bilan, ha? Uqalash shart bo'lsa, Chiqaraveradi. Hadi ko'rsating-chi. Aylanib yaxshi. Ona, qaraylar. O'taman. Makkasi bilan, mardagi bilan. Gap yo'q. 2 millionlik so'm mana shu qilaveradi hammasini. Universal. Makka bug'doy farqi yo'q. Ketaveradi. Gap yo'q. Garantiyasi qanaqa endi bu? Garantiyasi 2 oyga garantiya beriladi. Universal Drabilga. Chiqaraveradi. Liboyin chiqaradi. 2 oygacha ishlatib ko'rib olaveradi. Ko'rib olaveradi. Nazorat bor. Bor. Oldinma chiqaramiz endi. Chiqarib ko'rsatib beramiz endi bitta. Bo'ldi, qani yurgizing-chi. Bitta pichoqlari naqa bo'lib remont qilib yurmaymizmi? Hech narsa bo'lmaydi, ochib ko'rsatib beramiz, aka. Bo'ldi, qani. Voy bilan. Ahsat bu. Otana video qilaman deb hozir olib tushdingizda motorga. Mana hozir tupoq bilan turibdi mana. Bitta ochib ko'rsatib beraymi aka? Ochib ko'rsating qani. Omole motorga tushib pichoq yil ketmagan bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa bu hech narsa bo'lmaydi. Sigmet pichoqdan qo'yiladi, qani. Qani? O'shanda hech narsa bo'lmabdi. Gap yo'q. Pichoqlarga e'tibor berasizlar. Hech narsa bo'lmaydi-da. Nima hech narsa? Sigmet pichoqda bu. Zavodskoy. Zavodskoy. 26 tali. 24 tali. 24 tali, ya? Gap yo'q. Eng qimmat ashinisimi? Ha, 2.900 ming so'm misliga. 2 million. 3.5 ming оборотli bo'ladi. 2.900 ming. Dastlabkasi qanaqa? Dastlabki gaz kelishilgan holda. Qanchadan qanchagacha? Misol yaqin viloyat 100 mingdan 300 minggacha-da. 100 mingdan 300 minggacha? Kelib olib ketgan 2.900. Ha. Olib sotib foydalanaman degan yana o'tib beraverasiz.
arzonroq beriladi. Kelishtirib beraverasiz. Kelishtirib beriladi. Gap yo'q. Hali 17 yoshli bola ixtirochi degan videolarimiz rosa ko'p ko'rildi, 50 mingga yaqin. Hop, Endi mana ishlash haqida bir ikki og'iz yana oxirida ma'lumot berib keting. hop drabilkamiz o'sha 2 milliondan 3 milliongacha. Aha. Drabilkalarni universal hamma yo'q chiqaradi. Ho'l quruq, hamma yo'q chiqaradi makka bug'doylarni. Chiqaruvchi o'zingiz. Ha. Bir ko'rsatingchi. Mana ishlar ko'rsatish joylarimizni ham ko'rsatingda, mana motorlarimiz, mana ish jarayoni. Ustalarimiz ishlayapti. Ko'rsating mana. Qalin materialdan qilinadi, 1 sm turbalardan qilinadi. Ishlarga garantiya. Garantiya xudo xohlasa. Adreslarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Loyson qishlog'ida. kimni ishlaydi qidirib. Loyson qishlog'i desa, Sanjar Rizo drabilkasi qayerda desa, ko'rsatib berishaveradi. Kelib Sanjarli zo'diraliklarni so'rasa, aytib ko'rsatib berishadi. Ko'rsatib berishaveradi. Yon atrofdagi vodiyli akalarimiz bo'lsa, kelib mana tortishib olib ketaverasizlar. Olib ketishaveradi, xudo xohlasa aka, arzon qilib beriladi. Unda Sanjarbek ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling aka, rahmat. Obunachilar Biz mehnatimizni ko'rdilar, endi bittadan like bosib o'tib ketasizlar. Kelishib hamkorlikda ishlaymiz deganlarga ham arzon qilib beriladi.